Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ika. Bugun kichkinagina open case qilamiz. Klassik case ochib ko'ramiz sizlar bilan. 144 tagina bor. Enditnik tanlangan ekan. Boshida 10 ta ochib ko'ramiz, beradi degan umiddamiz. Lekin lidnik bor o'sha akkauntda. Birinchi open case'imiz bu. Paddeshga qo'rasizlar degan umiddamiz. Like, podpiska bosib qo'rasizlar. Ya'ni 10 talidan birinchi bo'ldi. Boshladik. Bosamiz. Yo'q, ishlama yo'q. Bitta yana без пропуск. Shlem. Mayli, yomon emas. Bo'laveradi. Yana bitta o'ntalik. Qani. Yo'q, ishni bermadi, komissiya. 104 ta bor ekan. Qaydan propus ochib ko'ramiz. Mana. Okey, 10 tane. Zaten işlemi vermeyapti. Qolgan bittali bilan ochib o'rganayman. Bitta bez propus bittali ochib ko'ramiz. Podpiskalar yaxshi videolar chiqadi. Berenda bitta ham bitta 3 ta materialli bo'ladi. Mayli, güzel. Lidnik yo'q. Sırada böyle İşte dali böylece az kaldı. Şansımdan oldu. Bir de proxy bilan o'rganaymi ekan. Proxy bilan bittani ochib o'rganaymi qo'ygan. 37 ta qoldi. 17 tasini ochganlarga. Bitta. 3 ta. 3 ta. 5 ta. 6 ta. 7 ta. 8 ta. 9 ta. Nerede? 10 ta. 11 ta. 12 ta. 13 ta. 14 ta. 15. 16 ta. 17. Yo'q, chota berishim. 20 tagina qoldi. Mayli, 10 talidan o'rganamiz endi. Qani. Yo'q. Oxirgisi. Davay PUBG. Yo'q, Cerebro'ga bo'ldi faqat. Mayli, bo'laveradi. Hammaga rahmat. Like, podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.